Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytibdilar, kimni g'ami, tashvishi bor, men bir duo o'rgataman, o'sha g'am, tashvish, qarz, muammo, mushkulot hammasini Alloh taolo yechib yuboradi dedilar. Deganlaridan keyin yana bir arobiy keldi, kimdir savol so'radi, Rasulullohni chalg'itishdi. Biz uni so'ra olmadik. Va ertasi kuni kelib sahobalar o'zaro aytdilar, kecha Rasululloh bir gap aytayotgandilar. O'sha gapni biz ilg'a olmadik deganda bir sahobiy aytdi, men borib Rasulullohni oldilaridan shu gapni, men shu duoni so'radim, o'rgandim. U duo La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin degan duo bu oyatda ham bor. Bu Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar, birodarim Zunnun, ya'ni Yunusni duosi. Olimlarimiz aytadilar, agar Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zoliminni ko'p aytmaganida edi, qiyomatgacha baliqni qorinda qolib ketgan bo'lardi.